erta katta hayotda u korxonaga ishga kiradi yoki o'zi korxona yaratadi. Har xil xarakterdagi odamlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bu narsani bolalar maktabda o'rganishi kerak. Va bizning asosiy maqsadimiz shunchaki institutga kiradigan, ya'ni faqat nazariy bilimga ega o'quvchi emas, balki hayotda tajriba qilib ko'rgan, shu fanni nega kerak ekanligini bilgan. Hozir so'rangda bir kishidan biologiya nima uchun kerak, ximiya nima uchun kerak desa, grant yutish uchun kerak deyishadi. Universitetga kirish uchun kerak deyishadi. Lekin ustuvor maqsad bu bo'lishligi bizni demak rejamiz doirasiga kirmaydi. Ustuvor maqsadimiz ya'ni faqat universitetga bola tayyorlash emas. Biz asosan xohlaydigan narsamiz bola hayotga tayyor bo'lsa, shu 11-sinf tugatganda bola universitet o'qimasa ham o'zi ishlab, o'zi yo'lini topib, o'zi maqsad sari intiladigan bo'lsin.